Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. İrlandiya məxfiyyətlikni nazorat qilish organi Xitoyning parcha setish to'rsipisi Sheinning Xitoyning sonliq ma'lumot yetkazish masalasini tekshirishga boshlagan. İrlandiya məxfiyyətlikni nazorat qilish organi DPC'ning muavin komissari elektronluq savdo giganti Sheinni tekshirishning oldingi qatordagi muhim strategiya deb aytgan bo'lib, İrlandiyaning məxfiyyətlikni nazorat qilish organi Sheinning Irlandiya sho'basini Yevropaliklarning shaxsiy sonliq ma'lumotlarini Xitoyga qonunsiz yetkazganligi bilan ayblab tekshirish boshlagan. İrlandiyada rayon xarakterlik bosh organi bor nurg'un cho'ng texnik shirkatlar uchun Yevropa ittifoqining umumiy sonliq ma'lumot qo'g'dash nizomini ijro qilishga mas'ul bo'lgan sonliq ma'lumot qo'g'dash komiteti seshanba kuni tekshirish boshlaganligini e'lon qilib, bu tekshirishda Sheinning oshkoralik va shaxsiy sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish qoidalariga rioya qilish ahvolini tekshirdiganligini aytgan. Sonliq ma'lumot qo'g'dash komitetining bildirishicha, shirkatlar shaxsiy sonliq ma'lumotlarni yetarlik va tang darajalik qo'g'dash sharti ostida Yevropa ittifoqining sirtiga yo'tkalaydigan bo'lib, ammo Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida sonliq ma'lumot kelishim bo'lmag'achqa qo'g'dashni kuchaytirish va yevropaliklarning uchurlarini qonunli holda Xitoydagi shirkatlarga ta'minlash uchun qo'shimcha tadbirlar qo'llanishga to'g'ri keladi ekan. İrlandiya məxfiyyətlikni nazorat qilish organining tekshirishi 2025 yil yanvarda Sheinga qarshi sonliq ma'lumot yetkazish arzi sunilgandan keyin elib berilgan va Yevropa ittifoqi məxfiyyətlikni qo'g'dash tashkiloti ayni vaqtda Italiya məxfiyyətlik organlariga Sheinga qarshi delo ochgan. İrlandiya oldingi yili TikTokning Xitoydagi xizmatchilarining yevropaliklarning shaxsiy sonliq ma'lumotlarga yiroqdan kirishiga yo'l qo'yganligini bayqagandan keyin bu supini jazolagan va yevropaliklarning shaxsiy uchurini qonunsiz yetkazishga barobar deb qaragan edi. İrlandiya məxfiyyətlikni nazorat qilish organining muavin komissari Graham Doyle bayonotida yaqinqi tekshirishi va Yevropadagi boshqa nazorat qilishi Yevropa bexatarlik organlariga qilingan arizlar Xitoyga sonliq ma'lumot yetkazishni diqqat markaziga aylantirdi deganlarni bildirgan. Yaqında Uyghur Harakati Tashkilotining havolasi bilan New York vaqt gazetining mustaqil tekshirish natijasida Labubu qo'nchoqlarga ishlatilgan paxtasining Sharq Turkistonning paxtasi ekanligi o'tirg'i chiqqan bo'lib, bu xalqarada qo'zg'olon qo'zg'agan bir temaga aylangan edi. Roshan Abbas xonim Washington postasiga e'lon qilgan obzorida yaqinda Washington metrosida ketib o'tib, birining somkasiga isig'liq turgan Labubu qo'nchoqini ko'rdim. Bir xil bearam qildigan hissiyat yuragimni mujidi. Meningcha bu qo'nchoq zamonaviy qulluqning simvoli. Yaqında New York vaqt gazetining mustaqillik tekshirishi Labubu qo'nchoqlarining yumshoq nusxalarining mening vatanim Sharq Turkiston, ya'ni hozir mustamlikachilik nomi bilan Xinjiangning paxtasining yasalganligini jazmlashtirdi. Roshan Abbas obzorida yana Xitoyning majburiy Labubu ishlab chiqaruvchisi Pop Martning qo'nchoqlarining 70% bu o'lkalarda ishlab chiqarildi. Uyghur rayoni Xitoyning nazorat qilish va davlat tarafidan majburiy emgak silish qatorliq eng og'ir kontrol va qurollarni sinab qilish maydoni. Xitoyning bu diktator siyosati va nazorat texnikasi O'rta Osiyo, Afrika va dunyoning janubidagi boshqa davlatlarga eksport qilindi. Uyghur jamiyati milliy va diniy kimligini nishon qilgan qirg'inchilik siyosatiga duch kelmoqda. Milliondan ortiq bola oilasidan ayrilib, davlat boshqarishidagi yetim bolalar uyiga avatildi. Ayollar majburiy tug'mas qilib etilib, Xitoy erlar bilan to'y qilishga majburlanmoqda degan. U yana buyruq gazetida e'lon qilgan obzorida Kanadaning Uyg'ur majburiy emgakini cheklashda amaliy harakat qilmaganligini tanqid qilib, Kanadaga kirdigan Uyg'ur majburiy emgaki mahsulotlari to'silishi kerak deganlarini ta'kidlagan va Kanada hukumatini Uyg'ur majburiy emgakini cheklashda amaliy harakat qilishga chaqirgan. Angliya Ko'chmanlar idorasining bir xodimi Xitoy axborot organiga xizmat qilganlik uchun ayblangan. BBC'ning xabarida aytilishicha, bu yil 40 yoshga kirgan Xitoy pushtidan bo'lgan Cheolong inglizcha ismi Peter Angliya Ichki ishlar ministrligining kompyuter sistemasiga kirib, asosli ko'chmanlar sonliq ma'lumot ombiri orqali Angliyada turishli Hong Konglik o'qituvchilarning izini qo'g'lagan. Bu davlat bexatarlik qonuni bo'yicha Hong Kong doiralari bilan dastlabda aloqalashgan 65 yoshli Chong Biyo bilan birlikda chet el axborot organiga yordam qilganlik uchun ayblangan. Bu ishga Xitoy ayblangandan keyin Xitoy elchisi Zhang Ziguang Angliya tashqi ishlar ministrligi tomonidan chaqirtilib, Angliya xavfsizlik ministri bu kishilarning qilmishlarining Angliyaning davlat bexatarligiga daxl taruz qilish ekanligini va hargiz qabul qilinmaydiganligini aytgan
ve biz bu sebepten Xitayni javobgarlik tortishni davomlashtiramiz va davlatimizdagi xalqning bexatarligiga xavf yetkazadigan qilmishlar uchun ularga bevosita qarshi turamiz deganlarni bildirgan. Ma'lumotlarda Chelyong ismli Xitoy 2020-yili 12 oyda Heathrow aerodromida chegara qismlarining ofitseri bo'lib ishlashga boshlagan. Bu uningga Angliyadagi chet el fuqarolari haqidagi keng ko'lamli sonliq ma'lumot ombiriga kirish imkoniyati bergan. Yana bir Xitoy Yuan sobiq Hong Kong soqchisi bo'lib, Londondagi Hong Kong iqtisod va savdo ishxonasining ishxona boshqaruvchisi bo'lib ishlagan va Chelyongning boshqaruvchisiga aylangan. Sot mahkamasida berilgan guvohliklarga qaraganda yana bu jasuslar Angliyaning konservativlar partiyasining parlament a'zosi Sir Ian Duncan Smith qatorliq Angliya siyosatchilariga alohida diqqat qildiganligini, Hong Kongliklardan boshqa Xitoy qarshi ko'chman xalqlarning uchurlariga erishalganligi o'ttirib qo'yilgan bo'lib, London terrorlik qarshi turish soqchi doirasining boshlig'i Helen Flanagan bu ishkaylarning qilmishini ham razil, ham qo'rqinchli ekanligini, bu jasuslarning yana chegara soqchilarining sobiq podshohlik dengiz armiyasi askari Matthew Terikitni Hong Konglik o'qituvchilarni nazorat qilishga qiziqtirganligini bildirgan. Navbatda taftish mahkamasi axborotlarga ayblanuvchilarning bekitilgan jazo kunida qamoqqa ilindiganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.